Dasturimiz davom etadi. Urganch shahrida shaxmat bo'yicha erkaklar va ayollar o'rtasida Respublika chempionatining birinchi liga musobaqasi start oldi. Musobaqada 200 nafarga yaqin shaxmatchi ishtirok etmoqda. Bugungi kunda mamlakatimizda shaxmat intellektual o'yinining rivojlanishi va ommaviyligini oshirishga alohida e'tibor qaratiladi. Yangi O'zbekiston shaxmatchilari dunyoning eng kuchli grossmeysterlari qatorida e'tirof etiladi. Jahon chempioni Rustam Qosimjonov, shaxmat bo'yicha Jahon olimpiadasi g'olib va sovrindorlari Nodirbek Abdusattorov, Javohir Sindorov, Nodirbek Yoqubov va yana qator respublika grossmeysterlari nomlari O'zbekiston sporti tarixiga zarhal harflar bilan yozilgan. Urganch shahrining yoshlik sport majmuasida ayollar va erkaklar o'rtasida o'tkazilayotgan shaxmat bo'yicha O'zbekiston chempionati birinchi liga musobaqasi ham mamlakatimizda intellektual o'yin shaxmatni yanada rivojlanishiga va ommaviylashishiga xizmat qiladi. Eslatib o'tamiz, O'zbekiston chempionati shvetsarcha tizimda o'tkaziladi. G'oliblar 9 ta tur natijalariga muvofiq aniqlanadi. Musobaqada 12 yoshdan katta bo'lgan FIDEning ID darajasiga ega bo'lgan respublikamiz shaxmatchilari ishtirok etishyapti. Bugun mamlakatimizda shaxmatga e'tibor, yurtboshimizning mana shu shaxmatga g'amxo'rligi qilayotgan e'tibori tufayli shaxmat juda katta tezlikda rivojlanib boryapti. Shaxmat musobaqalar ko'lami ortyapti. Bugun mana qarang, bir paytlar shaxmat faqat Toshkent shahrida, markazda, kichkinagina binolarda o'tardi. Bugun shaxmat viloyatlarga ko'chdi. Mana viloyat markazlarining har birida mana Andijon, Jizzax, Buxorodan keyin mana Xorazm, Urganch shahrida mana shunday katta manejda bugun shaxmat chempionatining boshlanishi 10 kun davomida ular ichidan eng saralarini ayollar alohida, yigitlar, erkaklar alohida bahsga kirishadilar va ularning orasidan shaxmatimizning bayrog'ini butun dunyoda baland ko'taradigan, yurtimizni faxriga aylantiradigan yigit-qizlar bo'lib yetishadi. Respublika chempionlari nomlari 10 aprel kuni ma'lum bo'ladi. G'olib shaxmatchilarning 10 nafari O'zbekiston chempionatining Oliy ligasiga yo'llanma olishadi.